Zohirshoh Jo'rayevning gaplarini eshitding. Bizning hayotimizga ko'p tahdidlar bo'lgan. 90-yillarda boshi, 80-yillarda oxiri. Ko'cha paytlar, kriminal paytlar, hattoki akamni endi tug'ilgan paytda o'g'irlab ketamiz deyishganda, rahmatli buvim, onamning onalari. Bu endi ko'p joyda gapirilmagan. Hech qayerda gapirilmagan bu holat. Bosqinchilik qilishgan. O'shanda buvimni ular joniga qasd qilgan. Buvim rahmatli bo'lgan. Uyga onam bilan otam akamni oxirgi daqiqalarda Andijonga olib ketishganda, ular o'ylaganki, kimdir bo'lganda xabardor bo'lgan. O'sha uyda bular o'ylaganki, Sherali Jo'rayev mana kutgan bolasini o'g'irlab ketamiz degan anaqa bo'lgandi. Lekin ular uyga kirganda akam bo'lmagan. Mana shunaqa ishlar bo'lgan. Bizning otamiz juda ham ehtiyot qilib, qo'rqib katta qilgan. Mana onam eng aziz insonini yo'qotgan. O'zlarining onalarini. Voy. Astag'firulloh. Mana shunaqa qurbonliklar berilgan. Shu inson bilan hayot kechirishdi boshida. Butun umr shunaqa sinovlarda o'tdi onam. Lekin turmush o'rtog'i uchun, xo'jayini uchun biror marta gapirmagan. Meni onam siz sababchi bo'ldi demagan. Taqdirga rozi bo'lgan.